Yaxshi 1-5 voqqa ketadi. İşletishiga qaraydi, xolos bir kunda ichib bo'lasiz uni ichsida. Sovutib uraverasiz, buni buzlab chiqadi. Pochkalar doshdan to'lib ketdi-da, shuning uchun oladi. Ishi dashasini yo'qotadi shu ish. Yaxshi. Yaxshimisiz? Siz bilan so'rashmam bilmadim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Milliy toza ichimlik suvi. Milliy toza ichimlik suvi. Shoxtin bilan suyib ketganimizda ko'radikmi? Assalomu alaykum Real Dunyo obunachilari. Bugun sizlarga milliy toza ichimlik suvi to'g'risida necha so'm baklashkasi, bu apparatları necha so'm shular to'g'risida ko'rsatib, summalarni aytib başlap 1.495.000 so'mgacha bor. Toza apparat 1.495. Apparatlarimiz toza apparat 3 funksiyali, isi sovuq, kompa temperaturada beradi. 1.495.000 so'm. Qaynatib beradi, ham baklashgan o'zlik temperaturani beradi. Рабочий bo'ladi. 483 2 funksiyali, isi sovuq suv beradi. Ham qaynatib beradi, ham sovutib ham beradi. bular рабочий. Bular рабочий. 299.000 so'm bo'lgan bu. Yaxshi 1-5 voqqa ketadi. İşletishiga qaraydi, xolos bir kunda ichib bo'lasiz uni ichsida. Sovutib uraverasiz, buni buzlab chiqadi. Pochkalar doshdan to'lib ketdi-da, shuning uchun oladi. Ishi dashasini yo'qotadi shu ish. Yaxshi. Buni narsam bor axir, ha? Tenda shkafchika bor. Ha, bu ochiladi. Suvni qo'yasizmi? Stakan yo'q, stakanlar qo'yasiz. Stakan qo'yasiz. Yaxshimisiz? Siz bilan so'rashmam bilmadim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Kesib turibmiz ular? Ha, yetib turibdi. Ichki yo'l butuniga deklarmiz. Zo'r chiqibdi. Ha. Yaxshi, endi bizga tushuntirib berasiz. Hey. Tushuntirib berasiz deyman. Buları toza edi, ben suyib kelganda ko'radim. Avan. Tomoshabinlar ko'pchilik ko'rmagan bo'lishi mumkin. Avan. Shuning uchun tushuntirib berar. Bu toza kulyorlarimiz 1.495.000 so'm. Shu 4 sang? 4 so'm, 2 xil rangda, qora bilan 1 million? 1.495.000. 3 funksiyali ega. Isi sovuq, kompa temperaturada beradi. Isi kompa xona harorati. Xona harorati. Sovuq. 1.490. Avan. O'lcham tozadimi? Avan. Ishi ishlab turibdi tozang, to'xtab Avan turibdi. ishlab turibdi. Keyin bular рабочий. Bular рабочий. Avan. Necha so'mdan bular? Biri shu oqi 200.000 so'm. Oqi 200.000 so'm. Avan. Qaynatib beradi, ham baklashgan o'zlik temperaturani beradi. Xona haroratida. Buni modeli o'zi shunday, arzonroq xilasi. Buni yana bir xil model bor. 299.000 so'm. Bu 483, 299. Bu kompa temperatura beradi, ham qaynatib ham beradi bu. Bu 483. Bu sovuq suv ham beradi, ham qaynatib ham beradi. Buni endi misol uchun men sotib oladigan bo'lsam, baklashga shu pulni ichindami yoki adini? Birinchi to'lovda minimum 2 butel sotib olasiz. Har baklashga sotib olaman. Avan. Har qaysi 45 mingdan bo'ladi. İkisi 90 ming. İkisi de onun üstüne plus 90 ming so'm. Plus 90 ming so'm avan. Keyin misol uchun men shuni bir hafta ichida ikkisini bo'shatdim, ichib bo'ldilar. Dastavkasini chiqaradi. Dastavkasi bizda sodada shot ochiladi. Shotimizda bizga pulimiz bo'lishi kerak. Bir kun oldin zaявка berasiz, kunlik kun dastavka etib beramiz. Ha, o'sha shotdan oldin pul tashab qo'yishim kerak. Avan, predoplatat qo'yishingiz kerak. Necha so'mdan bo'ladi baklashgangiz? 14.990 so'm. Suvni o'zi to'ldirib berish avan. Dastavkasi bepul. Shu ya 2 pustoyni olib ketadi, zaminaga kelib qo'yib. Avan, zaminaga kelib qo'yib ketadilar. Bularimiz bu mini cooler 299 ming so'm. 2 xil rangda bor. Rozovay bilan golovoy. Bu faqat qizdiradi, so'tmaydi. Qaynatib beradi, ham shu xona haroratida beradi. Bu o'zini bu do'rgan daxlmi? Yo'q, qurbeshliklar bo'ladi. Bir mini coolerni bir beshlik baklashga beriladi. O'zi spetsial shu mini cooler uchun. Necha so'mda deb baqasami? 299 ming so'm. 299. Avan. Buni dastavka ketaverasizmi 5 litrlik? Avan, dastavka etib beramiz. Bularimiz necha so'm? 48300 so'm. Ular 19 litrlik butelni og'zina bo'ladi.
Kichkina 5likka Yo'q, to'g'ri 5lik keladi. 10liklara to'g'ri kelmaydi. Endi buni olish uchun sizlardan dogovor etiladi. Dogovor Pul buni desalar, puli to'lanadi, undan keyin yana qo'shimcha necha so'mdir to'lanib, shuning ichidan minus bo'lib boraveradi. avval Bularni dostavkalarni ichga oladi. Misol uchun, men uyim Xivoda bo'lsa yoki o Qozog'iston bo'lsa. rayonlar ham dastavka etib beramiz. Xivoga 1-kun, 3-kun, 5-kun dastavkalarimiz bor. Ha, haftada shu kunlari. Avval haftada 3 marta. Avval Hazarsa 5-kun dastavkamiz bor. Hazarsa 1 kun dastavka. 1 kun dastavkamiz bor. Keyin Gullan bilan Yangi bozor. Uzak rayonlar ekanda. Uzak rayonlara shu haftada 1 marta bo'lsa, kunda dastavkamiz bor. Urganch tuman, Urganch shaharlari kunda bu dastavkamiz. misol uchun shu suv kerakdan zaryadka bo'lsa, buyun olib borasizmi yoki bir kunlarda zaryadka berasiz. Endi kunsiz dastavka. Ha, bir kundan keyin olib borasiz. Misol uchun men hozir shahar territoriyada yuribman. Zaryadka berib, sizlar ertaga olib borasizlar baribir u yerda, to'g'rimi? Shuning uchun men shahar territoriyada bo'lsam, o'zim girib olib kelsam bo'ladimi? Avval bizani ofislarimizga kelib ekitsangiz bo'ladi, oplata qilib ekitasiz. Biz albatta pul to'lab qo'yib, o'zingiz hisoblab qilib qo'yaverasiz. Yo'q, agarda siz butilni almashtirajak bo'lsangiz, zavodga ketasiz uning uchun axir. Ha. Bu yerda toza butil ekitsangiz bo'ladi. toza 19 litrlikda, avval. Bu yerdan almashtirib berib bilamiz ahvoni. Toshkentlaringiz nerede bor shaharda? Shaharda toshkalarimiz Raycenter mashin bozor yanida bor. Kona mashin bozor yanida. Ha, Raycenterda Kona mashin bozor. Zapchast bozor desak. Zapchast bozor desak bo'ladi. Bu yerda Xorazm baliqmi? Avval Xorazm Olimpiya stadioni. Katta rahmat sizga. Bo'ldi. Shaylar bor. Rahmat. Yaxshi, salomat bo'ling.